alaykum aziz tinglovchim. Men Turkiston viloyati Sayram tumani Xarabuloq qishlog'i Dalbozor umumiy o'rta maktabining 5A sinf o'quvchisi Irsayeva Mumtozbegim Sobirjon qizi bo'laman. Men respublika miqyosida o'tkazilayotgan Men Jastarga Sinayman bayqovida qatnashib turibman. Sizlarga bu o'rinda shoir Muhammad Yusufning Kechir meni ona dilim nomli she'rini havola etmoqchiman. Muhammad Yusuf she'ri. Kechir meni ona dilim. Garchi zulm qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim, bo'lak ishni qodirmadim. Dilim turib, o'z dilimda gapirmadim. Bir eslasam ezilardi bag'ri dilim. Ona dilim, kechir meni ona dilim. Onam erkam deb quchganda tunlar yarim. Erkim yo'q deb zirqiraydi bir joylarim. Parozni xansiratgan bug'doylarim. Oltinlarim, madallarim, ipaklarim. Ona dilim, kechir meni ona dilim.